Gentra narxlariga qiziqqan obunachilarimiz uchun Sergeli mashina bozoridamiz. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Sunnat Videolar. Haftaning yakshanba kuni Toshkent Sergeli mashina bozoridamiz. Gentralar qatoridamiz. Sizlar tanigan har doimgidek Marat akadan videorolik tayyorlaymiz. Qani narx-navolar qanaqa? Yangi yil oldi qanaqa yangiliklar bor? Shu haqida gaplashib o'tamiz do'stlar. Video boshidan bir dona like bosib qo'ysanglar biz sekin obzorlarimizni boshlaymiz do'stlar. Fikrlarni yozib qoldirasizlar degan umiddamiz. Like'larni esa ayamasdan bosib qo'yaverasizlar. Biz videorolikni boshlaymiz. Xo'sh, bo'lmasa Marat akamiz bilan obzorni boshladik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Sunnatbek. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Charchamayapsizmi o'zingiz? Xizmatlar bilan. Rahmat, o'zingiz yaxshimi? Assalomu alaykum. Mana aziz muxlislarim. Yaxshimisizlar? Tuzukmisizlar? Xonadoninglar tinchmi? Sog' salomatmisizlar? Boringlarga shukr. Mana Xudo xolasa yilning oxiriga ham yetib keldik. Va nihoyat. Mana ozginadan keyin yangi yil kirib keladi. Yangi yilda hammanglarning xonadoninglarga qut baraka, sog'lik, salomatlik tilayman. Hech qachon kasal bo'lmanglar. Musofir yurtdagilarga faqat soqqani bosinglar, Marat akadan qora bayirlarni olinglar. Mana bugun yakshanba. Nechinchisilar? 7-dekabr. 7-dekabr. Sergeli mashina bozorida Toshkentdamiz. Ko'rinishlar kam aka? Ko'rinishlaringiz kam. Video obzorlar. Mana oldin o'zingiz ko'p olardingiz. Mana Yubor ilovasi orqali Rossiyadan turib nafaqat komissiyalarsiz pul yuborishingiz, balki uydagilaringizga rozg'orbob bo'lgan sovg'alarimizni yutib olishingiz mumkin. Aksiyamiz doirasida televizor, kir yuvish mashinasi, smartfon, mikroto'lqinli pech, chang yutgich va pul yutuqlari sizni kutib qoladi. Ushbu sovg'alarimizdan birini yutib olishni istasangiz, ilovamizni yuklab oling va qolganini o'zingiz sinab ko'ring. Rozg'orbob aksiyasida ko'rishguncha. siz boshladingiz. Siz o'zingizni ayb. Kelib ko'proq oling, urishib qo'yinglar shu yigitni. Ko'p videolar chiqarib turamiz endi Xudo xolasa. Qanday videolar olardi? To'g'ri. Endi mayli, Xudo xolasa harakat qilamiz, yana ko'p chiqarishga videolarni. Endi bizda Marat akada qanaqa mashinalar bor? Narx-navolar qanday o'zi? Narx-navolar yaxshi. Tashab ketdi deydi, birov ko'tarilib ketdi deydi. Endi o'sha eski mashinalar tashlaganda. Eski mashinalar tashlagan. Yangilar unaqa tashlamagan. Endi bu yog'ini uzib to'g'rilab olasan, endi muzika xalaqib beradi-da. Uzib olasan bu yog'ini. O'vrasan? Xo'sh, shu bilan azizlar endi gapni cho'zmay qo'ya qolaylik-da. Mashinani ko'rsata qolaylik. Nechta bugunga endi mashinalaringiz? Endi keling bir 10 tasini ko'rsatamiz. 10 tasini ko'rsatamiz. Demak 10 tadan ko'proq. Endi bittalab olsangiz hozir bir 20 tasini vaqtimiz cho'zilib ketib qoladi. Zerkarli bo'lib qolmasin. Keling. Oqlardan ko'rsatamiz. Keling, bu yoqqa keling. 7,5 ming dollarga Gentra avtomat ko'rsatamiz. O, 7,5 ming dollar? Mana. Ana, Gentra. Ana 2011-yil 1.8 motor Gentra qilingan avtomat lyuk. Mana Amerikanka optro faralari bor, yaxshi balonlar qo'yilgan. Kraskalari toza. Hozir salonni ochib beramiz. Avtomat. Avtomat bu. 206 ming yurgan. Bilasizlar, Gentrada kapot bilan krilo alishadi. Gentra bo'lganda mordasi o'shanga kapot bilan krilo alishgan. Kraskalari yo'q, but-buton, ichlari uslitl hamma yog'i radnoy turibdi. Prosta lasetni Gentra qilingan. Shunday, mana salonlari ham bir 200 ming yurgan mashinaga o'xshamaydi-da, Sunnatbek, qarang. Qanaqa akkuratni minilgan. Bir nima desa bo'ladi? Buni egasi bir Hofiz ukamiz. Eli xizmatda yuradilar. Shular mashinalari Marat aka shunga kanalingizga qo'yib bering deganlariga 7,5 ming endi bo'lish narximi? Endi o't beradilar. O't beradi. O't beradilar.
Bo'lmasa Mana. o'zini nomerini qo'yamiz yo kimni nomerini Yo'q, qo'yamiz? endi u artist xona nimada u odam bezovta qilmaylikda. Ha, sizni Men o'zimga nomeringizni qo'yishadi oxiriga. 98lik 128 57 97. Xayriga o'tib beriladilar. Xayriga o'tib $7500 gazlari ham bor. Gazlari ham bor, metan gazlari ham bor. Kimga qiziq bo'lsa, mashina juda a'lo holatda. Keyingi emas. Xo'sh, 24 24. 24 avtomat. 24 avtomat. Probegimiz 8000 yurgan ekan. 8000 Qarang, yurgan. 8000 yurgan. Propan Gazi bormi gazlari ham endi? bor ekan, propan gazlar. Voy, radar, kamera, Malibu rul, Malibu bar, Malibu mafhum. Voho. Mana Navrot rosa tiqqan ekan egasi. Zo'r ekan. Kraskalari top-toza, shumkalar bo'lgan. Nima deydi? Glansli stoykalar qilingan mana. Malibu pultlari bor. Kraskalar top-toza, yaxshi balonlar qo'yilgan. Xullas mashinamizga $3500 navrotiga tiqilgan. 3500. Aha. 24 narxiga kelsa, narxini 15500 ga beraman. $15500. $15500 ga. Oq jentra. Ha, oq jenta. Endi qorani ko'rsatamiz, keling. Qora bayirlar. Qora bayirlar 24 10.000 yurgan. Bu ham mashinamizda polni navrot qilingan. Kam yurganlarni. Endi nima deydi? Kam yurgan mashina sotganingizdan keyin klientlar telefon qiladi, aka deydi, menda deydi kam yurgan bor deydi. Olib qoling deydi. Ha, olib qoling deydi. Endi o'shanga qarab olib qo'yaveramiz-da kam yurganlarini. Narxiga qarab olib qo'yaveramiz. Mana yaxshi balonlar qo'yilgan, Amerikanka Optra shumkalar bo'lgan, polni Malibu pult bunda ham. Xo'sh, bunda bu mashinamizda ham Malibu rul, Malibu bar, Malibu mafon, Chexol, kardinal polik. chexol, polik, Videolar. original narsalar qo'yilgan. Bu anaqalari ham bor ekan, kameralari bor ekan. Olib turib turar ekanda, qarang. Kameralari ham bor. Aha. Mashina ideal holatda, Optra faralar, mashinalar kraskalari top-toza, lyuk, ABS hamma navrotlari bor. Narxini 16200 ga berib yuboramiz. 16200 ga beriladi. Navbatdagi mashinamiz xo'sh, 24 3000 probeg. 3000. 3000. Shunaqasi bormi? Akajon, mana 3000 yurgan ideal holatda propan gazlari ham bor. Masla qidirganlar bo'lsa, mana narxi 12500. Mexanika Narxini sirasiz aytamiz, ha, mexanika 12500 ga berib yuboraman. Propan gaz, hamma narsasi bor, tayyor. Xo'sh, balonlari ham yaxshi balonlar qo'yilgan. Nima archa balon deydimi buni? Archa balonlar qilingan, qo'yilgan. 3000 kilometr. Ha, 23 ga 24, 3000 yurgan. Salonlarni ham ko'rsating, keling. Salonlarni, ha, yangi mashinada. Yangi, hali hidlari ketmagan ichidan. Oho. Mana kimga qiziq bo'lsa, mexanika izlayotganlar bo'lsa, kraskalari top-toza, xolasa ustasi bo'lsa, ustasiga tekshirib turib oladi. Bunda yo'q, akajon. Shuna video olib akajon, maylimi? Sog' bo'ling akajon. Xo'sh, akalar, zapaskalar tushmagan. Propan gazi tabletka 48 talik bo'ladi, bilasizlar. Ha, 400 tursa kerak, 380 400 tursa kerak. Ha? Har xil endi haydashga bog'liq. Ha. Mashina ideal holatda. Narxi 12500. Ideal kraskalari yo'q. Xo'sh, keyingi navbatdagi mashinamiz qora bayir. Navbatdagi qora Ha, bayir. qora bayir. Bu qancha Buni yurgan ekan? ko'rsatdik. Ha. Yo'q, mana ekan. Akajon, maylimi? 7000 yurgani ham bor ekan. Ey, qarang, masli bu ham. Mana, qarang. 7000 yurgan. Benzinda. Benzinda yaxshi balonlar, Amerikanka faralar, Optra faralar qo'yilgan. Lyuk, ABS, shumka, punka, voy, tonirovka, Malibu pult. Mana. Malibu mafon, Malibu rul, Malibu bar, original ekan. Bu Chexol, ha, Malibu chexol, Malibu poliklar hammasi bir xil bo'ladi-ku, bilasizlar. Kameralar. Endi Malibu salon deganda mana shunaqa bo'ladi hozir. Hammasi hozir trendga chiqib ketgan-ku hozir Malibu salon. Optra faralar, kraskalar top-toza, 7000 yurgan, narxi 16500. Kimga qiziq bo'lsa. Endi hozir Besprabega hozir 19000 ga chiqib ketgan bozorda. Endi Hali bunaqa ham bor navor Besprabega. bor ekan, 19000 deyapti. Endi men unaqa mashina sotmayman-ku, qimmat mashina bu.
19 mingga olib uni оформить qiladi 20 ming, navrot, mana bunaqa navrot qilaman desa 25 ming, 23 mingga aylanib ketadi. Akajon, maylimi? Aha. Xo'sh. 23 ga 24. Mana. 23 9 ming yurgan. 9 ming. 9 ming yurgan Amerikanka farlar qo'yilgan ekan bu mashinamizga. Xo'sh, balonlar qo'yilgan ekan. 9 ming yurgan. Bu mashinamizni mana. Mana salon holatida ekan. Stok holatda. Ha, salon holatida ekan. Shumkalari yo'q, shumkalar bo'lmagan. Mana kimga qiziq bo'lsa, agar salon holati deydi-yu, salon holatidagi. Shular ham shunga 9 ming qarab yurgan. paslashar ekan. Ha. Navro'zlariga qarab. Navro'tga qarab o'ynaveradi-da. 15.800 ga berib yuboraman o'rtoqlar. 9 ming yurgan, stop holati. Amerikanka o'ptiralar qo'yilgan balonlar. Mashina ideal zo'r holatda. Xo'sh, qarang. Metan gazligi ham bor ekan, qarang. Metan gazligi bormi? Mana metan izlayotganligi. Metan qidirib. Mana tayyor. Pultlari 4-pokoleniya, Amerikanka, Optra, archa balonlar ekan. Bu balonlar ham qimmat balon mana bular. Bu mashinamizda ham shumkalar bor ekan. Глянцевый стойка, тонировка, oho. Bunda ham Malibu salon ekan, qarang. Malibu rul, Malibu bar, kardinal chexol, kamera, hamma narsa qilingan. Shumkalari ham bor ekan. Endi tayyorda minutchiga. Optra faralar 12 ming yurgan mashinamizda 16.200 ga berib yuboramiz. Marat aka, qoradan charchadik. Oqdan so'ragan. Voy, mayling, keling. Xo'sh, 24. Propanda ekan. 10 ming ekan bu ham. 10 ming yurgan ekan. Propan ekan bu ham. Propan Amerikanka far. Bu ham shumkalar bo'lgan ekan. Balonlari ham yangi ekan balonlari. Balonlari ham yangi ekan. Tonirovkalari ham. Qani salonlarni bir ko'ringchi. Voy, mana salonlari. Bu ham zo'r ekan, qarang. Bu ham tiniq ekan. Mana Malibu rul, Malibu bar, Malibu mafon. Chexollari ham qolib. Chexollar shu anaqa Malibu chexolda hozir trendiga. Qolib bu Kraskalar, Kraskalar top toza. Bunda ham mashinamizda 5 metrliklariga qo'shgan. Mana. Zapaskani o'rnida bo'ladi. Zapaskani o'rnida bo'ladi. 48 talik, bilasizlar, tabletka propan deydi. Zapaskani. Bu 400 ta 380 ta yursa kerak, bular ham endi. Xo'p, buni narximiz 15,5 ming. 15,5. 15,5 mingdan. Endi hozir buni misol uchun stop holatini olaman desa 15 mingdan bor-da. Ha. Stop holatini. Endi unga navrot qiladi, pul tiqadi. Endi bular tayyor. Bular tayyor, bildingizmi? Oladi, minadi bular. Ko'pchilik anaqa Marat akada deydi, tayyor bo'ladi deydi-da, tayyorga keladi. Xarajat qilmay shuni. Xarajat qilmayman deydi-da. Endi undan oshib ketadi-da. Hozir endi xarajat qilaman desa 15 ga olib ancha xarajat qilib yuboradi. Shunaqa. Endi bank olaman desa, bank ham qilib beramiz. Faqat endi hozir bayramdan keyin bo'ladi, 8 dan keyin. 8-chisli konstitutsiya, den konstitutsiya ekan u. O'shanga bayramdan keyin bank qilib beramiz. Xolasi kapital bank, xohlagan bankidan qilib beramiz. Iloji boricha naqdga olib ketaversin. Ya, endi iloji boricha arzon nima deydi, naqdga olgan yaxshi. Naqdga olgan yaxshi. Men ham o'zi ko'pchiligiga maslahat beraman. Bank qo'yinglar, iloji bo'lsa naqdga olinglar. Bank charchatadi. O'zinglarni qiynab qo'ymanglar deyman-da. Shuning uchun azizlar, mayli kelaveringlar, endi qo'ldan kelgancha xizmat qilib, sizlarni ko'nglinglarni olishga harakat qilamiz. Endi Marat aka, bonusiga nimalar qilasiz yangi yilga? Mana yangi yil desa, yangi yil bonusda. Ana bonusiga har bitta mashinaga bittadan televizor beramiz. Televizor? Televizor podarka qilaman, sovg'a qilaman. Mana Marat akadan. Nechchilik endi u? Endi usul keling, endi surpriz bo'lsin shu. Endi mana bunda televizor bo'lmaydi-yu. Kattaroqdan qilib, yaxshidan beramiz. Xursand bo'lib ketsa bo'ladi. Xursand bo'lib ketishadi. Skidka qilib, chiroyli qilib televizorlar bilan xursand qilib yuboramiz azizlar. Yangi yilga yaqin kelsanglar, o'zim shu yerda bo'laman, Sergeli mashina bozoridaman.
Joyim mana Cobaltga yonma-yon mana bannerlarim bor, rasmlarimni chiqarib qo'yganman. Shunga qarab qidirib kelaverasizlar. Saygaklarga allanmay. Yo, kelaveringlar, to'g'ri kelaveringlar. Mana qaranglar, bozorni 4 ta burchagidan mana afisham ko'rinib turadi. Shuni tagida mana mashinalarim turadi. Dushanbadan tashqari qolgan kuni ham har kuni shu yerdaman o'zim. O'zingiz ham shu yerda. O'zim shu yerdaman. Eminda bozor bo'lishi shart emas, kelaversiz. Har kuni dushanbadan qolgan har kuni shu yerdaman. Bemalol kelaveringlar, men xizmatda bo'laman azizlar. Xohlagan mashinalarni qilib beraman. Faqat yili yangisini eski sotmayman akalar. Damas sotmaysiz, Cobalt Yo'q, sotmaysiz. prямой efir qilyapman-da hozir. Menga Maradaga Malibu bormi, Nexus'lar bormi deyshadi-da. Yo'q, o'rtoqlar. Faqat Gentra. Yo'q, faqat Gentra sotasizmi? Endi Gentra bilan tanilganmiz. Faqat Gentra sotamiz deb tushuntiraman-da. Mayli, endi ko'pchilik qiziqadi-da, nechta pul bo'layotgan ekan. Cobaltlar nechta pul bo'lyapti deydi. Endi men Cobalt sotmaganimdan keyin menga qizig'i yo'q. Mana orqamda Cobalt yo'qmasa, narxini bilmayman. Cobalt narxi, boshqa mashinalar narxi qiziq bo'lsa, kanalimizda hammasini yoritib boramiz. Ha, mana kanalga obuna bo'lsanglar, Sunnatbeyning kanaliga narxlari qo'yilgan, ko'rib boringlar. Xohlasa Matizlar, xohlasa Jiguli, Neva, Volga hammasini Har xilidan yoritib bor. boramiz. Ha. Mana Sunnatbeyga ham rahmat. Shunchalik mana kelib, videolar qilib yuribdilar ukam. Sog' bo'lsinlar, layklarni olib, podдержка qilamiz. Layklarni gumillatib bossin. Gungullatib bosinglar. Layk nima u? Bunda bosib qo'ysangiz bo'ldi-yu. Sizdan hech narsa ketmaydi-yu, azizlar. Pul ketmaydi. Pul ketmaydi. Просто bu yigitga podдержка bo'ladi. Podдержка bo'ladi. Yaxshi yana videolar qo'yadi bu ukam. Motivatsiya bo'ladi. Ha, motivatsiya bo'ladi. Ozgina anaqa qilinglar, podдержка qilinglar, akajonlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videolarimni kuzatib boryapsizlar, oxirigacha ko'rasizlar. Hammanglarni yaxshi ko'raman, hurmat qilaman. Azizlar, qo'limdan kelgancha kelishtirib, chiroyli qilib, iloji boricha xursand qilib ketkazishga harakat qilaman, azizlar. Hammanglarga rahmat, sog' salomat bo'linglar. Ko'rishguncha deb qolamiz, azizlar. Rahmat hammanglarga. Xo'sh, hurmatli obunachilar, shu bilan bugungi video roligimiz o'z nihoyasiga yetdi. Hammaga rahmat, oxirigacha ko'rganlarga alohida rahmat. Layklarni ayamasdan bosib qo'yasizlar degan umiddamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz. O'zinglarni ehtiyot qilinglar.